Assalomu alaykum xorazmliklar. Bugun Nukusda javob beryapmiz. Basseyn. Basseynning shiperlari ko'na bo'lgan. Ko'na shiper teshigi bor, yirtig'i bor. Shu shiperlarning barini yo'qotish maqsadida, yirtig'ini, nesini barini yo'qotish maqsadida so'ydiryapti. Issiq o'tmasligi uchun. Shunday yirtiqlarning barini yopadi. Yana poliuretan. Issinam suqdan o'tirmaydi, cho'tka bo'lib qoladi mana. Teshiklarni ko'rib turibsizlarmi, xorazmliklar? Mana shunday teshik barini yopadi. Yana poliuretan. Mana teshiklari, ochiqlari barini yopib chiqarib, cho'tka beradi. Issinam o'tirmaydi, suqdan o'tirmaydi. O'zini o'zi tushib ham qolmaydi. Bu narsaga 20 yil garantiya beramiz bizlar. Bizlar 20 yil garantiya berganimiz maqsadi bu narsani tushib qolmasligini, suv o'tirmasligini polniy kafolat beramiz. Biz 30 yil olamiz. Zavoddan o'zimiz 30 yil garantiya olamiz. Shuning hisobiga 20 yil garantiya qo'yib beramiz. Shunga shunday xizmatga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar, polniy kачественный qilib so'yib beramiz. Issinam suqdan o'tirmaydi. Xorazmliklar, hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. YouTube kanalimga ham o'tib podpiska bosib qo'yishni yoddan chiqarmanglar.